Tam. Ana shunday. Ana endi ikkinchi rejaga o'tamiz. Ikkinchi rejamiz nima edi? Nomlanishi va gamologik qatori. Hurmatli o'quvchi, nomlanishida demak alkanlarning turli vakillariga nom beramiz. Gamologik qator o'zi nima degan savolga ham javob berib ketish kerak. Gamologik qator ta'rif berib o'taman, bunga e'tiborli bo'ling. Umumiy formulasi bir xil. Bir-biridan metilen gruppasiga, ya'ni CH2 ana shu gruppasiga farq qiladigan qator gamologik qator deyiladi. Qaytaraman, umumiy formulasi bir xil, bir-biridan metilen gruppasiga farq qiladigan qator gamologik qator deyiladi. Keling endi mana shu aytgan gapimni sizlarga isbotlab beraman. Xo'p, mana birinchi CH4 metan. Ikkinchi vakil uglerod 2, vodorod 6. Etan. Uchinchi vakilni ko'ramiz. Uglerod 3, vodorod 8. Va bulardagi farqlarni ko'rib chiqamiz. Qarang. Metan va etanni o'zaro farqini aniqlaymiz. Metanda bitta uglerod, etanda esa ikkita uglerod. Farqi nechta uglerodga? Bitta uglerodga. Mana o'sha uglerodni yozdim. Metanda 4 ta vodorod, etanda esa 6 ta vodorod. Nechta vodorodga farq qilyapti? 2 ta vodorodga. Demak, metan va etanning o'rtasidagi farq CH2 ga bo'lyapti. Ana, biz aytgan qoidaga muvofiq metilen gruppasiga farq qilyapti. Endi etan va propanning farqini ko'rib chiqamiz. Etandagi uglerodlar soni 2 ta, propanda esa 3 ta. Farqi nechta uglerodga? Bitta uglerodga. Vodorodlarning farqini ko'ramiz. Etanda 6 ta, propanda esa 8 ta. Nechtaga farq qilyapti? 2 taga. Bu yerdan ham CH2 kelib chiqdi. Demak, metan, etan, propan bu umumiy formulalari bir xil, bir-biridan CH2 gruppasiga farq qilyapti. Demak, bunday qator gamologik qator deyiladi. To'ppa-to'g'ri. Tushunib oldingiz. Ana endi murakkab vakillarini formulalarini yozamiz va ularni nomlashga harakat qilamiz. 1, 2, 3, 4 ta. Keling mana mayli 5 ta uglerodni yozib oldik. Organik birikmalarda uglerod har doim 4 valentli bo'ladi. Birinchi uglerodimiz 1 valentli holatda turibdi. Demak, buni 4 valentli qilish uchun nechta vodorod zarur? Albatta 3 ta. Mana birinchi vodorod, ikkinchi vodorod, uchinchi vodorod. Uglerodning valentligi 1, 2, 3, 4. Mana bu holatda uglerod 1, 2 valentli holatda turibdi. Nechta vodorod zarur? To'ppa-to'g'ri, 2 ta. 1, 2. Bungachi 1, 2. Bunga 1, 2. Umumiy valentliklar soni 1, 2, 3, 4 bo'lyapti. Hammasi 4 valentli. Oxirgi uglerodimizni 4 valentli qilish uchun nechta vodorod kerak? To'ppa-to'g'ri 3 ta. Uni mana bu ko'rinishda alohidadan qilib yozish ham mumkin yoki CH3 shaklida yozish ham mumkin. Bu biroz qisqartirilgan holati. Uglerodlar soni 1, 2, 3, 4, 5. Alkanlarning 5-vakili pentan. Demak, bu uglevodorodning nomi pentan bo'ladi. Ana endi bundan boshqa birikmani ham hosil qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Keling ko'rib chiqamiz. 1, 2, 3, 4. 4 ta uglerod. Hop. Yuqorida 5 ta edi. Keling endi 6 ta qilib ko'raylik mana. Yana 2 ta qo'shdim. Umumiy uglerodlar soni 6 ta bo'ldi. Va bularni vodorod bilan to'yintirib chiqamiz. Birinchi uglerodni valentligi bir holatda turibdi. Buni to'g'ri qilish uchun yana nechta vodorod kerak? 3 ta vodorod kerak. Mana 3 ta. Bunga nechta kerak? Bunga esa 2 ta. Bungachi 2 ta. Bunga 2 ta,
ikkita oxirgi uglerodimizni 4 valentli qilish uchun nechta vodorod zarur? 3 ta, to'ppa-to'g'ri. Mana bunday. Buni nomini qanday qilib nomlash mumkin? Vodorod uglerodlar sonini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6. 6-vakilning nomi geksan. Ana shunday. Demak, nomlanishni ko'rishda davom etamiz. Nomlanishning eng muhim narsalardan biri bu radikallar. Radikal nima? Alkan tarkibidagi bir atom vodorodni chiqib ketishi natijasida hosil bo'ladigan zarracha bu radikal deyiladi. Mana masalan CH4. Buni nomi metan. To'g'rimi? Ana shunday nomlanadi. Yuqoridagi qoidaga ko'ra bitta vodorodni chiqarib yuboramiz. Ya'ni CH4 emas, CH3. Ana endi buni nomi metil bo'ladi. Chunki bu radikal. Shuning uchun metil tarzda nomlanadi. Keyingisi uglerod 2, vodorod 6. Buni nomi albatta etan, alkanlarning ikkinchi vakili. Bundan bitta vodorodni chiqarib yuboramiz. S2H5 bir valentli radikal. Etandan hosil bo'lgan radikal qanday nomlanadi? Etil tarzida nomlanadi. Etil. Xo'p, hurmatli o'quvchi, propandan qaysi radikal hosil bo'ladi? Propil. Butandan qaysi radikal hosil bo'ladi? Butil. Pentandan esa pentil. Geksandan geksil. Va hokazo. Shu tarzda bir atom vodorod chiqib ketishi natijasida bir valentli alkil radikallari hosil bo'ladi. E'tibor bering. Alkil radikallari, ya'ni alkanlardan hosil bo'lgan radikallar. Ana endi nomlashga yana ham chuqurroq kirib boramiz. Bu asosiy zanjir. Bunga CH3 ni bog'ladim. Bu qaysi radikal? To'ppa-to'g'ri, metil radikal. Asosiy zanjir tanlanadi. Ya'ni nomlashni qoidalaridan biri eng uzun zanjirni tanlab olasiz. 1 2 3. 3 ta asosiy zanjirda 3 ta uglerod. 1 2 3 4. Biz mana shu zanjirni tanlaymiz. Sababi bunda uglerodlar soni ko'p. Ana endi asosiy zanjirni tanlab oldik. Raqamlash qayerdan boshlanadi? Raqamlash radikal yaqin tomondan boshlanadi. Bu tomonga yaqinroq. Demak, shu tomondan boshlanadi. 1 2 3 4. Ana endi keling uglerodlarning valentligini ham 4 ga keltirib olamiz. Mana bu uglerodda bir valentli holatda turibdi. Bunga nechta vodorod kerak? 3 ta. CH3. Mana bu 1 2 3 valentli turibdi. Bunga nechta vodorod zarur? To'ppa-to'g'ri, bitta. Bunga esa 1 2 valentli holatda turibdi. Yana 2 ta vodorod zarur. CH2. Bunga esa 3 ta vodorod zarur. CH3. Asosiy zanjirda 4 ta uglerod bor. Demak, bu butan deb yakunlanadi bu moddaning nomi. Va nechanchidir uglerodda qaysi radikal? Metil radikali turibdi. Nechanchi uglerodda turibdi? Ikkinchi uglerodda turibdi. Demak, buni nomi 2 metil. Qaytaraman, 2 metil butan. To'ppa-to'g'ri, chunki asosiy zanjirdagi uglerodlar soni 4 ta. Alkanlarning 4-vakili esa butan. Shuning uchun buni nomi bo'ladi 2 metil butan. Yozib qo'yamiz. 2 metil butan. Hurmatli o'quvchi, shu yerda yana bir narsani takror aytib o'taman. Mavzuni to'liq tushunish uchun darsni avvalida berilgan gamologik qatorni, ya'ni metan, etan, propan, butan, pentan, geksan, geptan, aktan va nonan mana shu qatorni juda ham puxta tarzda yodlagan bo'lishingiz shart va majbur. Agar yaxshi yodlamagan bo'lsangiz, darsni mana shu yerda to'xtating yoki ortga qaytarib, ana o'sha gamologik qatorni qaytadan mustahkamlab yodlab oling.
Nomlashga yana ikkinchi bir misolni ko'rib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta uglerodni yozib oldim. Ana endi metil radikaldan foydalandik. Keling o'quvchilar, endi etil radikaldan foydalanamiz. Etil radikalini mana bu ko'rinishda yozsa ham bo'ladi. Mana SH3, SH2. Uglerodlar soni 2 ta, S2, mana vodorodlar soni 5 ta. H5. Faqat buni biz yoyibroq yozdik. Ya'ni bog'larni ko'rsatgan holatda yozdik. Bu ham etil radikali hisoblanadi. Endi har bir uglerodni 4 valentli holatga keltirib olamiz. Bunga 3 ta vodorod, SH3, SH2, SH2. Bunga esa nechta? 1, 2, 3 valentli turibdi. Organik birikmalarda uglerod necha valentli bo'ladi? 4 valentli. Demak, bizga bitta vodorod kifoya. Bunga esa 3 ta. Mana shu yerda eng muhim narsalardan biri asosiy zanjirni tanlab olish. Aksariyat holatlarda o'quvchi 1, 2, 3, 4, 5 deb mana bu zanjirni tanlab qo'yadi. Balki siz ham shuni tanlab qo'ygandirsiz, bu biroz xato. Biz nima dedik? Eng uzun zanjir tanlanadi. Qarang, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu yerda e'tibor bering. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asosiy zanjir eng uzuni bo'lishi kerak. To'g'risi degan narsa yo'q. Eng uzuni, ya'ni uglerodlar soni eng ko'pi bo'lishi kerak. Demak, asosiy zanjirimiz mana shunday ekan mana. Mana bu holatda turibdi. Endigi navbat raqamlashga. Asosiy zanjir mana shu bo'ladigan bo'lsa, radikal qaysi? Etilni mana buni biz radikal sifatida ko'rsatishga harakat qildim sizga. Lekin bu biz xohlamagan holatda asosiy zanjirning tarkibiga kirib qoldi. Endi bu yerda radikal ana bu bo'ldi. Bu radikalning nomi nima? Nomini bilish uchun radikallarni puxta yodlagan bo'lishingiz kerak. Gamaloid qator 10 ta alkanni yozib, uni har biridan bittadan vodorodni chiqarib olib, radikallarni hosil qilib o'zingizga shpagarka sifatida, qo'llanma sifatida yozib olishingiz kerak. Mana shundagina radikallarni to'liq ajrata olasiz. SH3 qaysi radikal? Metil. Tamam. Endi qaysi tomondan raqamlaymiz? Bu tomondan raqamlasak 1, 2, 3, 4-uglerodda metil turgan bo'ladi. Bu tomondan kelsak 1, 2, 3, 3-uglerodda metil turgan bo'ladi. Endi o'zingiz ayting. Mana bu pastki tomondan 1, 2 qilib raqamlashni boshlaymizmi yoki bu tomondan? To'g'ri, pastki tomondan. Sababi radikal mana shu 3 ga yaqinroq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana asosiy zanjir, mana radikal, mana umumiy uglerodlar soni. Endi bunga nom qo'yish kerak. Radikal qayerda turibdi? 3-uglerodda turibdi. Qanday radikal turibdi? Metil radikal turibdi. Asosiy zanjirda nechta uglerod? 6 ta uglerod. Demak, nomiga e'tibor bering. 3 metil, 6 ta uglerodi bo'lsa qaysi alkan? Geksan. To'g'ri. Demak, buning nomi 3 metil geksan. Yozib qo'yamiz. 3 metil geksan. Ana shu tarzda alkanlarni vakillarini turli xil vakillarda nomlab bilimingizni mustahkamlashingiz mumkin. Sizga tavsiya mana shunga o'xshash. Hozir biz mana bir 2 ta moddani ko'rib chiqdik. Yana 10 ta yoki 15 ta moddani ko'rib chiqing, mashq qiling, moddalarni turli xil ko'rinishga olib kelib, ularni nomlashingiz mumkin. Shuning bilan demak, ikkinchi reja nomlanishi va gamologik qatori rejasi ham o'z yakuniga yetdi.